O Abdulaziz tabib, nima harakat bugun? Bugun o'sha prostata kasalligini stopini bosayotgan erkak majunini qanaqa tayinlanadi, nima giyohlardan tayinlanadi, shularni video ko'rsatmoqchiman. Retsept ochulanib ketadi-yu. Qalampir munjoni azroq solinadi. Kashnich urug'idan yarim choy qoshiq. Petrushka urug'idan ham yarim choy qoshiq. Zanjabildan sal ko'proq sovuriladi, ikkita to'la qoshiq. Qora murchdan azroq. Ukrop urug'idan yarim qoshiq. Seldir urug'idan yarim qoshiq. Shirin mevadan 2 qoshiq solinadi. Zarchavadan yarim choy qoshiq. Arpa bodiyondan 2 qoshiq solinadi. Bundan qo'rqmasa bo'ladi. Qush tilidan yarim choy qoshiq. Qizil tuvdaridan yarim choy qoshiq. Oq tuvdaridan yarim choy qoshiq. Salixadan bir qoshiq yetadi. O'zimizni sumbalar 1,5 qoshiq. Kristal hindi 1 qoshiq. Petrushka urug'i yarim qoshiq. Sholg'om urug'i 1 qoshiq. Juvoni yarim qoshiq yetadi. Turp urug'i 1 qoshiq sovurish kerak bundan. Sala misri eng qimmati. Bundan 2 qoshiq. Yatirishlik bu. Zig'ir urug'i yarim qoshiq. Sidiyonlar yog'lash uchun. Hop, saru sabzi urug'i 1 qoshiq. Qizil sabzi urug'i 1 qoshiq. Basbasa kuchli narsa bu yarim qoshiq. Muskatli ariq 1 qoshiq. Chin kabobi hoju deydi buni yarim qoshiq. Uzun murch yarim qoshiq yetadi achchiq. Hop, bodring urug'idan yarim qoshiqdan sal ko'proq. Ashvaganda buzilon deydi. 2 qoshiq ketaveradi bundan. Hop, qovoq urug'idan yarim qoshiq. Xirsi giyohdan to'la bitta qoshiq solish kerak. Hovlinjon yarim qoshiq. Hop, oq baxmal 1 qoshiq. Qovoq urug'i yarim qoshiq. Afrikani jensheni 1 qoshiq. Shaqoqul yovvoyi sabzi degan 1 qoshiq solamiz bundan ham. Hop, omila 1 qoshiq. Sariq xalila 1 qoshiq. Hop, qizil baxmal oxirida bundan ham 1 qoshiq solamiz. Endi toza asal qo'shib qorib olamiz. Biz asalni isitib suyultirib olganmiz, yaxshi aralashlik uchun. Taxminan shuncha asal kerak bo'ladi. Bu majun 100% mana ko'rganinglardek tabiiy giyohlardan tayyorlanadi. Bu o'sha prostata sohaladagi, buyrak sohaladagi peshob, qo'l, qopchaq sohadagi shamollashlarni tegi bilan qizdirib, peshob bilan olib chiqib ketadi. Ko'rganinglardek zig'ir ham bor. Zig'ir shuni achishtirmay yo'llarini yog'lab olib chiqib ketadi. Hozirgi paytda eng nomerani ishlab kelayotgan majunlardan bo'ladi. Albatta originalni olish uchun 55 kodi bilan 055 77 raqam orqali olsanglar bo'ladi. Chunki bu majunni xabaringlar bor, juda ham qalbaki podergalari ko'p. Quvvat beradi bu majun. Ozgina semirtiradi bilan kelgan kitoblarda. Ma'niga quyulashtiradi, podvижниклari ko'taradi. Yana bu majunimizni eng ko'p samarali yordam berayotgan sohasi farzand talablarida ham juda ham ko'p yordam bergan. Biz uni videolarni unaqa borib, mana farzandli bo'ldingizmi turib odzivlarni olmaymiz, chunki biz unga hojat ham sezmaymiz. Uni o'zi bilgan biladi. 1 choy qoshiqdan ertalab och qoringa ketidan 1 stakan iliq suv ichsa bo'ladi. 2 mahal iste'mol qilinadi.